Bugun sizlar bilan mana shunaqangi bir ajoyib ko'rinishdagi shirinlikdan bir ta'mini ko'ramiz. Qaranglar, har xil tekstchalardan so'roq eshitdingizlar. Shirinliklar qadrdon do'stlarimizdan sovg'a bo'lgan. Oldin ham yeganman buni boshqachalardan, bunaqangi shirinliklar har yili sovg'a qilishadi. O'tgan yili ham sal boshqachalardan sovg'a qilishganda, ta'mini ko'rganim juda ham menga yoqqan. Bu yil endi mana shunaqangi bir ajoyib mana zefirkali ustidan bunaqangi ukrasheniyalari bor fistashkalilardan sovg'a qildi. Buni ichida uni kattasi bor ekan, bu nimasi bo'lsa kerak, klassik bo'lsa kerakmi bilmayman. Mana shunaqangi kattasi uni sovg'a qilishdi. Buni endi hozir har bittasini ochib bir ta'mini ko'ramiz. Bismillah. Воздушниligini qaranglar, buni ko'rib ishtaha ochilib ketadi. Aslan ochamiz mana. Qani bismillah. Sizlarga ko'rinsa, razreshchasini ko'rsataylik. Buni qaranglar. Buni воздушный qanday. Ajoyib ko'rinishi, ajoyib. Bu katta qismini olib qo'yamiz. Chunki meni bir o'zim nimchani birdaniga yeya olmayman. Qolganlarni mehmon qilamiz, xudo xolisa. Qani buni ko'sakchasidan yeb ko'ramiz, ta'mini ko'ramiz. Mana bismillah. Ta'miga gap yo'q. Qaranglar. Endi bunisini ta'mini ko'ramiz. Qani bismillah. Hidini qaranglar, buni aromat qandayligini. Hidiga вообще gap, o'zi hidi bilan o'zi tamom qildi mana. Bismillah. Wow, içini qaranglar mana. İchida nachinkali ekan bu. Mana qaranglar, mana shu ko'sakchasini hozir shuni yeb ko'ramiz, qani. Qanday ekan buni ta'mi? Mana shu yerdan ozgina kesib olamiz. O'mincha narsani yeya olmayman. Chunki ozgina ta'mini ko'ramiz bilan hammasini. Qani? Nachinka. Kokosli nachinka ekan, kokosli ekan. Bismillah. Ta'mi yaxshi, zo'r. Endi bu kim agar kokosni yaxshi ko'rsa, juda ham mazzasi zo'r ekan, kokosli ekan. Kokosni yaxshi ko'rgan odamga juda ham yoqadi, aniq. Ta'mi zo'r. Endi keyingisiga navbat. Asta. Erib ketibdi bu, qaranglar. Bismillah. Operator yaqinroq qiling. Bismillah. Bunisiga 10 balli shkaladan 10 ball qo'yaman. Mazasiga boshqa gap yo'q.
Operatorimizga ham beraylik. Operator. Voh. Juda ham mazali. Mazasi boshqa gap bu. Endi oxirgisi mana ta'mini ko'ramiz. Kichkinachani. Bu ataylab men oxiriga qoldirdim. Chunki oxirida turib qolishini biluvdim. Lekin kichkinasini oxiriga qo'yib qo'ydim. Bismillah. Bu ham nachinkaliga qaranglar, birdan bilindim nachinkasi borligi. Buni qaranglar, mana. Operator. Ichida bu ham nachinkali ekan. Qani? Buni shundan ta'mini ko'ramiz. Mana nachinkali tomonidan ishlab ko'ramiz. Bismillah. Bunisi fistashkali ekan. Birdan fistashkani ta'mi keldi. Mazasi yaxshi, lekin kim fistashkani yaxshi ko'rsa, pista deydi. Endi o'zimizda kim pistani yaxshi ko'rsa, shu odamga juda ham ma'qul tushadi. Gap yo'q. Xullas, hozir yeb ko'rgan 4 ta shirinligimizda 3-si menga juda ham ma'qul keldi. Menga juda ham yoqqan shu 3-si bo'ldi. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Kim shirinlikni yaxshi ko'rsa, marhamat olib yeb ta'mini tatib ko'rishlaringiz mumkin. Hammaga salomatlik, sog' bo'linglar. Shirinlik yeb, keyin обязательно zalga chiqish esdan chiqarmang.